ortiqcha vazndan xalos bo'lish dasturi. To'plamni kompleks tarzda yoki alohida yo'nalishi bo'yicha qo'llash mumkin. Gidrain ichimlik konsentrati. Odatdagi ovqatlanish tartibini o'zgartirganingizda tanadagi muhim jarayonlarni aktivlashtiradi. Masalan, bayram yoki tadbirlarda keragidan ortiq mehmondorchilik bo'lganida organizmni ehtiyotkorlik bilan tozalab, ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuborish xususiyatiga ega. Terida hosil bo'ladigan sellyulit alomatlarini kamaytiradi. Drenaj ta'sirli tabiiy tarkibga ega. Qo'llanilishi: kunning birinchi yarmida 200 gram suvga 1 choy qoshiq solib ichiladi. E'tiborli bo'ling, darhol ta'sir qilish xususiyatiga ega. 15-890 artikuli orqali topishingiz mumkin. Slim Control. Uglevod miqdori baland bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish xohishini cheklaydi. Insonni suvga bo'lgan ehtiyojini oshirish bilan